Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori Rajabova Ma'rifat Bahoyeva bo'laman. Bugun Qardosh xalqlar adabiyoti fanidan Maxtumquli hayoti va ijodi bilan tanishib o'tamiz. Maxtumquli hayoti va ijodi mavzusiga bag'ishlangan ma'ruzamizda quyidagi muammolarni qo'yganmiz. Maxtumquli hayoti va ijodining o'rganilish tarixi, Maxtumqulining hayot yo'li, shoir she'riyatining g'oyaviy, badiiy, estetik xususiyatlari. Albatta, Maxtumquli ijodi hayotini o'rganish bilan bog'liq juda ko'p tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ma'ruzamiz uchun quyidagi adabiyotlarni tavsiya qilamiz. Maxtumquli Firoqiy, Saylanma, Maxtumqulining Ustozingdan ayrilma to'plami hamda Mirzo Kenjabekning Maxtumquli Vali shoir kitobda yozgan so'z boshlarini, Erkinovning Maxtumquli, Abdullayevning Maxtumquli va o'zbek adabiy muhiti hamda Quronboyevning Maxtumquli she'riyati O'zbekistonda nomli tadqiqotlarini aytishimiz mumkin. Maxtumquli hayoti va ijodini o'rganish albatta ikki muhitda amalga oshirilgan deb o'ylaymiz. Birinchisi g'arb adabiyotshinosligi bo'lsa, ikkinchisi sharq adabiyotshinosligi. Jumladan g'arb adabiyotshinosigida ham Maxtumquli hayoti ijodini o'rganishi, uni asarlarini nashr qilish bilan bog'liq qator ishlar amalga oshirildi. Ana shunday ishlardan biri Xodzoko Boreykaning Maxtumqulining 3 she'rini so'zma-so'z tarjima qilib 1842-yilda Londonda chop etilgan ommaviy fors shoirlari she'riyatdan namunalar nomli kitobida kiritadi. Bertles, Bapolin, Van Berglar ham Maxtumquli ijodiga qiziqish bilan qaraydilar. Van Berg Maxtumqulining 31 she'rini nashr qildiradi. U shoirning hayoti va ijodiga ilmiy jihatdan yondashgan adabiyotshnoslardan birinchisidir. Van Berg o'sha paytda Maxtumqulining milliy shoir ekanligini ta'kidlaydi. Maxtumqulining kitobi hikmatlar ichida Maxtumqulining kitobi turkmanlar ichida Qur'ondan keyingi eng ko'p o'qiladigan ikkinchi kitob maqomiga erishgan deya ta'kidlaydi olim. G'arb mamlakatlarda Maxtumquli asarlarini nashr qilish ishlari e'tibor bersak 19-asrdayoq boshlangan edi. Ilk nashr 1842-yilda Angliyada London muzeyi tomonidan amalga oshirildi. 1862-yilda Qozon va Peterburgda, 1879-yilda Germaniya shahrida nashr qilingan shoir asarlari. Maxtumqulining ijod namunalari Hindiston, Eron, Afg'oniston, Markaziy Osiyo, Kavkaz mamlakatlari, Suriya, Turkiya, Rossiya va boshqa g'arb mamlakatlari xalqlari uchun g'oyatda ardoqli sanaladi va asarlari so'nggi 165 yil mobaynida to'xtovsiz nashr etilmoqda. Turkman adabiyotshnosligida Maxtumquli ijodini o'rganishda alohida bir yo'nalish sifatida shakllanganligini qayd qilishimiz mumkin. Mulla Xo'jalikning Maxtumquli, Murod Ananapasovning Maxtumquli va uning zamondoshi, Choriyevning Maxtumquli donishmand, Ko'sayevning Maxtumquli, Qoriyevning Maxtumquli va adabiyotda realistik tendensiya, Navoiy va Maxtumquli va islom shoir, Maxtumquli she'rlari asosida yaratilgan o'zbek qo'shiqlari, Murodovning Asrlar qa'ridan kabi katta hajmli monografiyalarda Maxtumquli hayoti, ijodini o'rganish bilan bog'liq fikrlar, tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'zbek adabiyotshnosligida ham Maxtumquli hayoti, ijodini o'rganish alohida yo'nalish sifatida shakllanganligini alohida qayd qilishimiz mumkin. Jumladan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Inogonovning Maxtumquli va o'zbek adabiyoti kabi ilmiy tadqiqoti, Abdullayevning Maxtumquli va o'zbek adabiyoti mavzusida nomzodlik dissertatsiyasi, Feruza Sapayevaning Maxtumquli she'rlari o'zbekcha tarjimasining qiyosiy tahlili mavzusidagi dissertatsiyasi amalga oshirilgan bo'lsa, shoir asarlari tarjimalari sohasida ham qator ishlar amalga oshirildi. Sharipov, Erkinov, Haqqulov,
Tohirov, Mirzo Kenjabek, Bahodir Karimov, Ergash Ochilov kabi olimlar shoirning ijodiga yuqori baho berib, uni g'oyaviy badiiy jihatdan tahlil qilgan olimlar sanaladi. Maxtumquli she'rlari o'zbek olimlari tomonidan ham bir necha marta nashr qilinganligini alohida qayd etishimiz mumkin. Mana e'tibor bersak, 1958-yilda shoir asarlarini, ya'ni she'rlarni o'zbek tiliga ilk tarjimasi amalga oshirilgan bo'lsa, bu tarjima 2017-yilgacha ham davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Ular qatorida Jumaniyoz Sharipov, Muzaffar Ahmedov, Mirzo Kenjabek, Ergash Ochilov, Abdumo'min Jumayev, Muhammad Pirliyevlarni alohida aytishimiz mumkin. Maxtumquliga bag'ishlangan turkman va o'zbek adabiyotidagi yaratilgan asarlar. Ta'kidlash kerakki, har bir xalqning daho ijodkorlari haqida badiiy adabiyotda ham ularga bag'ishlangan asarlar yaratiladi. Xuddi Alisher Navoiyga atalgan qator badiiy asarlar yaratilgani kabi. Xuddi shunday Maxtumquli hayoti, ijodi, faoliyati, dunyoqarashini aks ettiruvchi badiiy asarlar ham o'zbek adabiyotshunosligida, turkman adabiyotshunosligida yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Berdi Kirbaboyevning Maxtumquli dramasi, Oraz Ya'muriyning Maxtumqulinoma, Mirtemirning Maxtumquli to'yida o'zbek ko'zasi, Barhayotlik yoki bo'lmasam Maxsus Shahzodaning Maxtumquliga nomli she'rlari shoir haqida yaratilgan badiiy asarlar sanaladi. Maxtumquli badiiy so'zni yuksak qadrlagan va ijodiy qobiliyatga ega ma'rifatli oilada 1774-yil Atrik daryosi bo'yidagi Hoji Gavshon ovulida tug'iladi. Uning ilk ustozi ozodiy taxallusi bilan she'rlar yozgan otasi Davlat Mamat edi. Oilada xat savodini chiqargan bo'lajak shoir taxminan 6 yoshdan ovul maktabida Niyoz Soliq domlaqulida o'qiy boshlaydi. O'tkir zehni va tirishqoqlik bilan o'quvchilar orasida alohida ajralib turgan Maxtumquli keyin Qizil Oyoqdagi Idris Bobo madrasasida tahsilni davom ettiradi. So'ng Xivaning Sherg'ozixon madrasasida ilmni kamolga yetkazadi. Shuningdek, u bir muddat Buxorodagi Ko'kaldosh madrasasida ham o'qiganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Davlat Mamatning oilasi katta bo'lib, Maxtumquli uning 3-o'g'li hisoblanadi. Bo'sh vaqtlarda poda boqib, otasiga ko'maklashadi, turli kasblarni egallaydi. Turkman xalqi tarixining eng notinch va og'ir davrda yashab o'tgan Maxtumquli oilaviy hayotidan halovat topmadi. Cho'ldirxon boshchiligida Afg'onistonga vakil qilib jo'natilgan akalari Abdulla va Mamat Safo dushmanlar tomonidan shafqatsiz o'ldiriladi. Katta xonadonning butun og'irligi Maxtumqulining yelkasiga tushadi. U mudarrislik qilish, ota-bobosidan meros qolgan yo'nachilik kasbini davom ettirishi bilan birga temirchilik va zargarlik hunarlarini ham egallaydi. Go'zal Sherg'ozi she'ridan ma'lum bo'lishicha, u Xivada tahsil olayotgan davrida birin-ketin otasi va onasidan juda bo'ladi. Bag'ringda ilm olib komil bo'libman, g'aribman, otamdan yetim qolibman, Ka'bamdan, onamdan judo bo'libman, ketar bo'ldim, xush qol go'zal Sherg'ozi deb o'zini tarjimai holi bilan bog'liq fikrlarini ham she'rda bayon etib o'tadi. Maxtumquli xolasining qizi Melli bilan bolalikdan birga o'ynab o'sgan, 2 yosh bir-biriga ko'ngil qo'ygan edi. Lekin otasi va 2 akasining bevaqt o'limi oilani moddiy jihatdan og'ir ahvolga solib qo'yadi. Maxtumqulining qalin pulini to'lashga qurbi yetmaganini bilgan Mellining akalari singillarini roziligi ham so'ramay uni birovga uzatib yuboradilar. Qiz bechora qon yig'lab boshqa oilaga kelin bo'lib tushadi. Buning ustiga davom etib kelayotgan qadimiy urf-odatga ko'ra Maxtumqulini katta akasining beva qolgan xotini oq qizga nikohlab qo'yadilar. U oq qizdan 2 o'g'il ko'radi. O'g'illardan birining ismi Sarboy, ikkinchisining ismi Ibrohim bo'lib, birinchisi 7 yoshida, ikkinchisi 12 yoshida nobud bo'ladi.
Avval sevgilisidan, keyin nuri diydalaridan judo bo'lgan, oilaviy hayotda baxt topmagan shoir chuqur qayg'u hasrat ichida qolib, butun umrini badiiy ijodga bag'ishlaydi. Mingixonga atab ko'plab she'rlar yozish bilan birga o'ziga xos, o'zi uchun ramziy haykal qo'yadi. Ba'zi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, shoirning o'ziga firoqiy taxallusini tashlashi ham xuddi ana shu judolik sabab bo'lganligini ta'kidlashadi. Taniqli sharqshunos olim Bertelsning yozishicha, Maxtumquli adabiy merosining umumiy miqdori 16-18 ming misraga yetadi. Boboyev shoirning 700 ga yaqin lirik asarlar bizgacha yetib kelganligi haqida ma'lumot beradi. O'zbek olimasi Shukurlayeva esa sobiq qo'lyozmalar instituti, ya'ni hozirgi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abdurahmon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti Hamid Sulaymon fondida 1997 raqamli qo'lyozmada shoirning 900 dan ortiq she'r va g'azallari mavjudligidan xabar beradi. She'rlarning mavzu doirasi ancha keng va rang-barang. Maxtumquli ijodi ko'plab sarchashmalardan suvishdi. Ulardan biri islom dinining asosiy manbasi bo'lgan Qur'oni Karim va hadisi shariflar hisoblanadi. Shoir sharq she'riyatining mumtoz so'z san'ati va xalq og'zaki ijodidan unumli foydalandi. Shuning uchun shoir ijodida islomiy mavzularni ham, sufiyona ruhni ham, xalqona ohanglarni ham, mumtoz adabiyot ta'sirini ham ko'ramiz. Ular o'zaro omoqda bo'lib, Maxtumquli asarlarining yuksak badiiyatini, ta'sirchanligi va umrboqiyligini ta'minlagan. Shoir she'rlarda payg'ambarlar, avliyolar, sahobalar, tasavvuf pirlari, xalq donishmandlarining nomiga ko'p duch kelamiz. Albatta, diniy tasavvufiy mavzudagi she'rlar Maxtumquli ijodida yetakchi o'rin tutadi. Shuning uchun uning asosan shu mavzudagi she'rlarni tanlab tarjima qilgan taniqli shoir va mutarjim, zahmatkash olim Mirza Kenjabek shunday yozadilar. Maxtumquli firoqiy 18-asr ma'rifiy she'riyatning buyuk darg'alaridan bo'lib, butun turkiy xalqlar uchun tushunarli va sevimli shoir, ma'rifatli siymo, orif oshiq, sohib hikmat bo'lgan vali zotdir. Uning insonparvarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik g'oyalar bilan yo'g'rilgan she'rlarda pok islomiy ma'rifat ruh gurkirab, yashnab turadi deb yozadi olim. Haqiqatan ham shoir she'rlarida ilohiy islomiy, axloqiy ruhdagi g'oyalar juda ko'p targ'ib qilinganligiga guvoh bo'lamiz. Maxtumquli ahli hol, ahli sir, ahli hikmat bo'lgan orif zotdir. Mirza Kenjabek hatto u ilm laduniy sohibi bo'lgan deb yozadi. Va mana bunga misol qilib quyidagi baytni keltirishimiz mumkin. Bir she'r: bir kecha yotardim shohi Naqshband, kalami jo'shu bir non keltirdi. O'ng qo'lida boda, gulgun sharobi, chap qo'lida toza bir yon keltirdi. She'rda Maxtumquli Naqshband hazratlarining ma'naviy tavajjuh va himmatlariga maqsad bo'lganligini oshkor etmoqda. Boda, gulgun sharobdan murod ishq ilohiy, ulug' vali ruhoniyatidan yetgan ma'naviy tavajjuh. Toza bir yon esa hikmat natijasi bo'lgan ma'naviy nasibadir. Shoir ijodida ilohiy ishq mavzusi alohida o'rin tutadi. Ammo u ko'plab mumtoz shoirlardek ijodda majoziy muhabbatni bahona qilmay, balki haqiqatni kuylaydi. Shoir aytadi: oshiqlar haq ishqinda, hayronadir hayronda, ko'z intizor izinda, giryondadir giryonda. Shoir she'rlarida yaxshi yomon, mard nomard, halol harom, boy kambag'al, urush tinchlik kabi o'zaro zid tushunchalar ko'p uchraydi. Xususan, u kishilarni ikki toifaga, mard va nomardga ajratadi. Uning nazarida mard barcha ezgu insoniy fazilatlar sohibi bo'lsa, nomardda hamma yomon illatlar tajassum topadi. Shunga muvofiq mardni ko'plab she'rlarda ulug'lagani holda nomardni keskin tanqid qiladi. Bu ikkisini ikki qutbga qo'yib tasvirlaydi shoir. Yuz nomard joyini bosmas bir mardning,
chekar tashvishini mard el yurtning. Qilgan qilig'ini ko'ring nomardning, jangmi deya qochar tuman uchrasa. Mard kutar mehmonni ochiq yuz bilan, nomard qochib qolar mehmon uchrasa. Turkman adabiyoti tarixi tadqiqotchilarining ta'kidlashicha, Maxtumquli o'z davrida el va yurt qadr-qimmatini oyoqosti qilib kelayotgan illatlarni hammadan ko'ra ko'proq anglab yetadi. Shoir asarlarda zamondoshlarini davrda ro'y berib turgan voqealar mohiyatini chuqurroq idrok qilishga chaqiradi. Maxtumquli she'rlarda xalq falsafasi, pand nasihat yetakchi, ko'rgan kechirganlarni qalamga olib, ular yuzasidan chiqargan xulosalarni badiiy talqin qiladi. Har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada o'tirib turishini ko'ring. Birov bilan oshno bo'lay desangiz, avval vafosida turishini ko'ring. Maxtumquli Firoqiy nafaqat turkman xalqi, balki butun turkiy dunyo va insoniyatning ma'naviy boyligi hisoblangan yirik mutafakkir, shoir va ma'rifatparvar zotdir. Maxtumquli o'z qalami orqali xalqni uyg'otishga, ma'rifatga, yuksak axloqiy me'yorlarga da'vat etgan. Uning she'rlaridagi bosh g'oya insonni poklik, adolat, vatanparvarlik, birdamlik sari chorlashdir. Shoirning fikricha, ma'rifat, ilm va axloq insonni taraqqiyot sari yetaklaydigan asosiy yo'ldir. U turmush muammolari, jamiyat adolatsizlik va nohaqliklarga qarshi chiqib, haqiqatni targ'ib qilgan. Shu jihatdan uning ijodi faqat bir tarixiy davrga emas, abadiyatga daxldordir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.